O'zbekiston tarixidagi ilk tramvay bu Xivada qurilishi mumkin bo'lgan edi. Ya'ni bu 1901-yilda Islomxo'ja Xivani bosh vaziri tomonidan ishlab chiqarilgan reja asosida shunday va ushbu reja asosida 1912-yilda Qo'sha darvoza tugatiladi. Qo'sha darvozaning bunday qurilishidan sabab bir tarafdan kelgan tramvay ikkinchi tarafdan chiqib ketishi lozim edi. Ammo moliyaviy qiyinchiliklar sabab bu loyiha 1912-yilning dekabr oyida Toshkentda yakunlanadi va 1913-yilda Islomxo'janing o'ldirilishi bilan bu loyiha butunlay to'xtatiladi va ushbu loyihadan qolgan yagona yodgorlik bu Qo'sha darvoza hisoblanadi. Navohamda aradik. Keling, ko'ring va qaytadan kashf qiling va bu videoni barcha Xorazm va yurtdoshlarimizga shunday tashabbur qilinglar. Xorazm güç.